Mana opam, kelganingiz yaxshi bo'libdi. Sizni rosa sog'ingandim. Men ham seni sog'indim. Boringizga shukr. Ahmoq xotin. Labi, Tezda choyni olib kel. xo'p bo'ladi. Bo'l. Menga qara. Ahmoq deymi? Opa, maktab davrida ustozim aytardi. Sen qachon odam bo'lasan? Qachon yaxshi o'qiysan? Bu ketishingda Xush kelibsiz. qo'yga o'xshab, bolga o'xshab yuraversang, senga bir ahmoq erga tegadi degandi. O'sha ahmoq shu-da. Bekorlarni aytibdi shu ustozing. Qara, qanaqa zo'r yashaysan, hamma yo'g'ing zo'r. Ha, mayli. Bo'pti, opam, men shuni olib bir yerga o'tib kelay. Kelingiz o'tirib turing. Hop, hop. Opajon, Qaysi jinni ustozi aytgan ekan shuni? ustozi meni onam edi-da. No.